Mirabot Avenuega 2 minutlik yo'l, Piramid Towerga 3 minutlik yo'l. Toshkent shahrida prosta kontrol qilasizlar. Akalar, bunaqa narxga, bunaqa lokatsiyadan prostdan topolmaysizlar. Rustam akamda o'zlarini uyi, ikkita uy bor deyapsiz, to'g'rimi Rustam aka? Bu uyni ham narxini sindiring, boshqa joydan topa olmasiz aka. Bunaqa remont, bunaqa narxda topolmayman, 100% javob beraman. Yana sentrda, Oybekda, Madina Towerda sindirib olaman narxini. Joningiz sog' bo'lsin. Shunaqa remontli uylarda 115 ming, 120 ming deyapti. 108, 107, 106, 105 ham kerak emas. Sindiring aka. 104 ming bo'lsa berib olaman aka. 104 ming dollarga berib yuborasiz. Kvadratini necha aka? 25 kvadrat, yevro qilingan, pul qilingan. Mana bu tugan narsalarning hammasini eng qimmatini olingan, stakanlarda ko'rib turibsizlar. Hammasi ichida berib olaman. Pul kerak emas. Mana elektronik to'pollarimiz bor, xolodilniklari bor, hammasini qilasiz. Ya'ni eshikni qarang, ko'rinmaydi. Qimmat unitazlar, undan tashqari yaxshi kir moshinalardan qo'yib qo'yibsiz. Buni ipotekaga olaman deganlar uchun qilib beramizmi yo'qmi? Ipoteka deydimi, naqdga deydimi, farqi qilib beraman. Naqdga, ipotekaga ham bir xil narx. Bir xil narx, to'g'rimi? Joningiz sog' bo'lsin. O'rtada hech qanaqa saygaklarsiz, primoy o'zingizdan. O'zim nomim turib, joningiz sog' bo'lsin. O'rtoqlar, Oybekdan kim xonadon xarid qilaman deganlar uchun, yaxshi niyat qilib, xudo xolasa yaxshi uy olaman deganlar uchun pastda nomerni qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasa o'zingizdan, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri.